Qo'limizga yangicha kitob kelib qo'yganmiz. Ovozli kitob qisqacha ko'rsatib beramiz. Kitobimizning narxi 150 ming so'mdan. Hop, mana kitobimizning ko'rinishi o'zbekistonga idishda chiqadi. Hop, bu yerda o'chirib o'qish o'zini mana knopkasi bo'ladi. Bosh qatorida mana ko'rib turganingizdek mana knopkali bo'lib ishlangan. Ruschada, inglizchada foydalansa bo'ladi. Hop, bu tomonda birinchi qatorida kitobimiz o'zi 50 ta betdan oshuv varolari bo'ladi. Birinchi qatori shu qo'llanmasi, qaysi betda nima joylashganini qisqacha ko'rsatib o'tib ketgan. Hop, bu tomonda mana xuddi shunaqa davomi, qaysi oila haqida bu tomonda shu 100 TL, bu tomonda kasblar haqida, bu tomonda har xil cho'milishga oid masalalar, bu tomonda mevali, sabzavotli har xil masalalar bo'yicha o'sha qisqasi mundarajasi. Hop, kitobimizning birinchi 6-betida harflar bu tomonda mana inglizcha harflar berilgan bo'ladi. Hop, bu tomonda o'zi o'qish kerak bo'ladi. Apple, yabloko, bu tomonda cat, ko'shka xuddi shunga o'xshab bozorlarga o'rgatish kerak bo'ladi. Hop, mana 8-betdan kitobimiz boshlanadi. Bu tomonda aytganda o'chirib o'qilan joyi bor. Mana knopkalar bor. Birinchi sensor bosoriladi. Mana misol uchun bir bosiladi. Ona deyapti. Ayol kishi deyapti mana. Bu tomonda ona, ayol kishi. Keyin buni ruschaga o'zgartirib qo'ysa ham bo'ladi. Hop. Keyingisi 3-chi. Ayol deyapti mana. Hop, xotin deyapti so'rog'i. Ada deyapti. Xuddi shu shaklda mana o'zi ko'rsatib qo'ygan. Shu raqamlarni bosgan paytda o'rgatib ketaveradi. Keyingi qatorga o'tganingizda, misol uchun bu tomonda mana 100, 7-chi bosgan tish haqida ketyapti. 7 mana ko'rib turganingizdek, misol uchun 12 ni bosganimizda mana bu yo'tan barmoqlar inglizchaga o'zgartirsa ekanli. Mana bu tomonda qo'l. Shu shaklda o'rgatib boriladi bozorga. Keyingi betda misol yana bosiladi. Hop, kiyim-kechaklar, misol uchun 3 bo'lsa bosiladi. 6 mana. 6 mana bu tomonda short ekan. Hop, 7 ni bosganda kepka ko'rsatdi. Qisqasi shu shaklda yana o'tib boradi. Bu tomonda kasblar. Ko'rib turganingizdek, o'qituvchi, militsioner, bu tomonda hamshira. Hop, ustida bu tomonda har xil kasblarni ko'rinishi berilgan bo'ladi. Aytganimda 4-betga rasm ko'rsatib qo'yilgan. Hop. Photographer, bandsman, worker. Mana shu shakldagi bosib o'rnatiladi. Bo'lsa, ruschaga o'zgartirib. Hop, yozuvchi mana 13. Başlayalım ekan. Keyingi qatorda, keyingi betida hop tuganida. Hop, chuvstvodotda sezgilar. Чувство удивительный. Mana ajablanmoqda. Гордый. Sochini 11. Испуганный. Bu tomondan boshqacha. Qarang mana ko'rib turganingizdek mana uy haqida bu tomonda движение, muloqot haqida bu tomonda ko'rsatilgan. Bu tomonda uy haqida, uy anjomlari, misol uchun kreslo, bu tomonda har xil deraza shular ko'rsatilgan bo'ladi. Bu tomonda mana yo'qligiga oid masalalar, bu tomonda har xil hop tozalikka oid, misol uchun veshillikka, zona pastda bu tomonda unitaz, rakvina haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan. Hop, mana bu tomonda bitta bosiladi. Купальный халат. Hayvonlar bor ekan. Shu har xil. Keyingisi oshxona anjomlari. Bu tomonda xuddi shunaqa ketadi oshxona anjomlari. Keyingisi mevalar. Mana meva sabzavotlar mana shu shaklda o'rgatib boriladi. Ketma-ketiga bosib o'rgatib boriladi. Shu bor ekan, kiyik, qo'y, ot.
Bu yotoqning shaklida har xil sportga oid masalalar. Anaqadan tushunmaydi, velosiped masalan. Absolut kishilar bilan. Qisqasi sifati yaxshi mana. O'tganingizda bu yotoqning mana qizo'ra bolajonligi. Hop. Yovvoyi hayvonlar misol uchun bosiladi. Лев. Пеликан. Olti mana. Hop, bu yotoqning misol uchun Лата. qiziqarli qilib ishlangan. Ham o'zini ko'rib o'rgansa ham bo'ladi. Mana bu yotoqning uy hayvonlari. Гусь. Hozir mana bu yotoqning 12 misol. Теленок. Bu tomonda buqacha. Kitobimiz 53 betdan iborat. Qisqacha ko'rsatib berdik, tushuntira oldim deb o'ylayman. Do'konimizda bundan ham qiziq o'yinchoqlar bor. Bolajonlar aqliy faoliyatini rivojlantirishga qiziqarli o'yinchoqli kitoblar bor. Xo'p, do'konimizni kutib qolamiz.